Napoleon sevuvchi azizlarim, assalomu alaykum. Bismillah deb Begoyim oshxonasi bilan yana bitta Napoleon turini o'rganib olamiz. Yog'tekkini 300 gramm suvga 1 choy qoshiqda tuz, 1 osh qoshiqda уксус va 2 dona tuxumni solib olamiz. Shu joyida suvdagi massalarni yaxshilab aralashtirib olish kerak bo'ladi. Elakdan o'tkazilgan 900 gramm unni solib, ustidan muzdekkina 500 gramm sariyog'ni tyorkadan o'tkazib olamiz. Sariyog'imiz erib ketmasligi uchun tezgina urvoqlab olamiz. Aslida Napoleonni g'ovak bo'lib chiqish siri ham shunda. Tayyorlab qo'yilgan suvli massamizni yarmini urvoq ustidan qo'yib, tezgina lopatka yordamida aralashtirib olamiz. Suvni qolgan yarmini ham qo'yib, xamirni tezgina qorishtirib olamiz. Xamir yig'ishni asosan lopatka yordamida bajarib olamiz. Xuddi shunaqa holatga kelguncha, ya'ni konvert holatida 3-4 marotaba taxlab olamiz. Xamir yaxshi qorishmagan holatga kelib oldi. Endi buni salofanga o'raymiz va xolodilnikka 2 soatga olib qo'yamiz. Endi birozgina qotib olgan xamirni 8 bo'lakka bo'lib olamiz. Sizlarga bo'lingan holatda ichki holatini ko'rsatmoqchiman. Shunaqangi g'ovak xuddi konvert holatiga kelib qoladi. Xamirni 8 bo'lakka bo'lib olamiz. Birma-bir ketma-ketlikda Napoleonlarimizni yoyib chiqamiz. Albatta, un sepishni unutmang. Yoyilgan xamirni list razmeriga moslab to'g'irlab kesib olamiz. Mana listga joylab oldik. Endi juda ham ishib ketmasligi uchun har tarafidan vilkada teshib qo'yamiz. 180 gradusda tillarang bo'lgunicha pishirib olinadi. Endi kremini tayyorlab olamiz. Yumshoqqina 300 gramm sariyog'ni mikserda oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olinadi. Mazasi uchun esa vanilin qo'shib olishni unutmang. Endi 1 litr quyiltirilgan sutni solib, buni ham bir xil massa bo'lgunicha yaxshilab mikserlab olinadi. Mana ko'rishlarimiz chiroyli holatda pishib tayyor bo'ldi. Endi buni kremlab olamiz. Kremlardan quyuqqina qilib surtib olinadi va ustma-ust qilib barchasini taxlab, ustini bostirib olamiz. Chetidan chiqqan urvoqlarni ko'rdingizmi? Judayam ko'mir-ko'mir holatda tayyor bo'libdi. Endi buni maydalab olamiz. Urvoqlar bilan bezatib oldik. Napoleonimiz tayyor. Endi buni 5-6 soat qo'yib, keyin kesib olamiz. Shunaqangi baland sochli Napoleonni albatta siz ham tayyorlab ko'ring va obuna bo'lishni unutmang. Kesilgan holatini esa albatta keyingi video darsliklarda ko'rsataman.